2. Ha, ikkita palis 57. 57 dan bo'lishi kerak. Palisdan palisgacha. 70. Palisdan palisgacha. Palisdan palisgacha 70. Aha. Endi ma'mulani. To'ttasi. Kattasi, aha. 60 bo'lishi kerak. Palisdan palisgacha. Palisdan palisgacha 60 sm bo'lishi kerak. 58, 9 dan bo'laveradi. Aha. 40. Bu 40 bo'lishi kerak. Aha. Buning uchidagi nasoq borku. Ha, nasok, aha. Nasoq bilan bulovni 41 bo'lishi kerak. Ha, pastdaginika. Ha, uni ko'tarilgan holatda turibdi-ku. Ha. Yerga tashlab bulovni 40 bilan Bolani nasoqning uchi 41 bo'lishi kerak. 41 sm bo'lishi kerak, a? 41 cm. U uzoq o'rasi. Yo'q, uzoq emas. Mana bu yerdan bulovni yo 90 bo'lsa, ikkisi barobar. Ha, bu bilan bu 90. Yo 90 bo'lishi kerak. Qarang, boyagi gapimiz lemexi uchidan balonni ichki qirg'og'igacha, Pastki. ha, ichki qirg'og'igacha 41 sm bo'lishi kerak. Bu yoqqa pulik bu yoqqa aylanganda bu bilan 41 bo'lishi kerak, nariga aylanganda ham narigi tagidagi bilan 41 bo'lishi kerak, aha. 90 manda. Ikkala yoqi barobar bo'lishi kerak. Buni biqini bilan, ya'ni bu bilan bu 90. Aha. Bo'ldimi? Mana bu nazar 44. 44. Bu bunda, aha, qaysi? Mana zahvat borku. Ha. 44 turishi kerak, 44 da. Zahvat 44 da turishi kerak, a? Buni sizga kim aytdi buni? Buni pulni sozlagan bolalar jaltirgan mashina. Puliga sotadigan bo'ldi, ha, sozlaydigan, ha. Sozlamaganmiz, chaqirtirganmiz. Bir kunda sozlab ketgan mashina. Bo'ldi. Mana oraliq 44. Oraliq 44 atvallikka, puliga, bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi, rahmat. Bundan topmay aytyapti-ku, yo'l qo'yib shoshkilar ichida. Ha. Bularga kerak. Ha, hozir Bismillah. zo'r haydayapti-da hozir. Endi men lemexdan bo'lsa kerak, nimani qildim? Yo'q, traka buraymiz-ku. Ha. Biz zahvat qilib kamaytirib, necha pastdan yonda yurdi. Ha, bo'ldi.